Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yana bitta oshxona mebelimizni obunachimiz uyiga olib kelib, stanovga qilib yetkazdik. Bu oshxona mebelimizni Kashtan firmani Gerach-Perl akrilidan ishlatdik. Oldi fasad, ichki korpusi rossiyskiy laminat bo'ldi. Doskalarigacha rossiyskiy qo'ydik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Mebel ichida nimalari kelganigacha aytamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Video yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarda ham xonadonlaringizga shunaqa chiroyli mebellar qo'yish nasib qilsin. Xudo xolasa ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar, obuna bo'lib qo'ysalaring. Bu oshxona mebelimizni shu qirg'og'imizdan qirg'oqgacha 5 metr bo'lgan joyga ustanovka qildik. Devordan olib qochib to'rxonali gazini qo'ydik. Vitishamiz hali ulgib kelmaganligi uchun qo'ymadik, ammo tayyor qilib teshib qo'ydik. Deva tomonda ham bor ekan tayyor teshigi. Xo'p, kafellarigacha bosdik. Gelmetiklar plyuslarini qo'ydik. Mo'ykamiz mana shu mo'ykalarimiz, gellari bor. Shu mebelning ichida kelgan kafeli, mo'ykasi. Bu joyimizda qo'shib solingan patnislari, sochiq ilgichlari, pichoq yopishtirish magnetlari, svetlarigacha qo'yib beramiz. Bu joyimizda mana uni idishga ko'pchilikda muammo bo'layotgan joyga mana ayollarni tortsa o'zi chiqaveradi, ko'tarib yurmaydi. Yana ishlatib yana olib kelib qo'yaveradi. Buni yetalab ketsa ham bo'laveradi, diqqatga bo'lsa. Bu tomonimizda xolodilnik ustiga kattagina tumshug'a qildik, ichi ham chuqur qilib, xolodilnikgacha yaqinlashtirdik oldini. Mana shu holatda chiroyli qilib ustanovka qildik. Bu joyimizda portichka borligi uchun buni ochiq qolgizdik. Mana shu holatda bitkizdik. Poldan o'lchaganda balandligi 2,20 bo'ldi, uzunasi 5 metr bo'ldi. Xolodilnik, gaz va shitaychalarni unini chiqarib yuborgan holatda 1 pogona metrini 2,2 million so'm narxi berdik. Общий narxi 7,7 million so'mga tushdi. Mana shu holatda. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, vakuumli rolilardan qo'yganmiz. Mana o'zi sekin tortib olaveradi. Chekkalari ham PVX kromka bo'lgan. Mana ko'rinyapti. Oshma-moshmalari to'rttadan qatirilgan. Xo'p, original mana shu shulkasi bor. Mebelning ichida keladi. Ichki korpuslarigacha mana plastmassa kromka yopishtirilgan. Uchkalari turlar uchga. Bunaqa barlari ham bor. Mana tepaga ochiladigan. O'zi ushlab turadi, bemalol ochib narsa olsa bo'laveradi. Mana shu holatda qildik, choklarigacha tunikalarni qo'yib, germetiklab, gazni chekkalarigacha mana temir tunikalarigacha qo'yib tayyor qilib qo'ydik chiroyli qilib. Mana shu holatda. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib videoga olib sizlarga taqdim etishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun mana shu holatda.